Voydod, mana buni go'zalligini qaranglar. Zikr 001 original efir keldi sotuvga. Hamma yoq efir, mana sidiniyalari ham perforatsiyalik, polniy efir qilingan. Anarog'i yozilgan, zavodskoy bu. Buni rangini qaranglar, zavodskoy matviy. Bu rangdan O'zbekistonda bor yo'g'i bir dona ekan. Ana havo rangi bor, havo rangidan bu $5000 dop bo'lsa-da, zavodda o'zida qimmat yurar ekan. Ikkitalab support, tormoznoy sistema karbono-keramический, polniy karbon. Qaranglar. Mashina tankoviy razvoroti bor, bilasizlar, 4 ta motor tortadi, 1265 ta ot kuchi bor, 2 sekundda o'zga chiqadi. Hozir ham olib keltiraman desangiz, $112,000 Sip Tashkent, $20,000 atrofida rastamashga to'laysiz, 132,000 ga tushadi. Bu mashinani zo'r narxga qo'yib beraman. Narx tushsa deyman deyotganlar uchun video postimga qo'yaman. Kutib turinglar, bugun xudo xolasa qo'yib yuboramiz. Bosib borasizlar.